Yurtimizda tadbirkor bo'lish ishtiyoqidagi odamlar uchun barcha imkoniyatlar eshigi keng ochilgan. Birgina Boyovut tumani misolida ko'radigan bo'lsak, qonunchilikdagi keng imtiyoz va qulayliklardan foydalanib, o'z maqsadiga erishayotgan faol tadbirkorlar safi tobora kengayib bormoqda. Hozirgi vaqtda yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash uchun imtiyozli kreditlar ajratilmoqda. Farangiz Eshboyeva 21 yoshda. U tumandagi Madaniyat mahallasida bo'sh turgan binoni 2 milliard 270 million so'm kredit evaziga qayta rekonstruksiya qilib, davlat sherikchilik asosidagi maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyatini yo'lga qo'ydi. Natijada 12 nafar ish o'rnini yaratdi. Bog'chaga talab bor edi va men bu bog'cha ochishni juda katta niyat qilib qo'ygandim o'z oldimga va hozirgi kunda yosh avlodni bilimiga juda katta e'tibor qaratilmoqda va shu sababli davlatdan imtiyozli 2 milliard 270 million so'mlik kredit olib boshqatdan shu bog'chani ishga tushirdik. Bu bino oldin ham bog'cha bo'lgan va biz buni boshqatdan rekonstruksiya qilib ishga tushirdik. Bog'chamiz 150 o'rinlik bo'lib, hozirgi kunda 100 ga yaqin bolalar bizda ta'lim olmoqda. Hozirgi kunda bolalarimizga 3 ta til o'rgatilmoqda. O'zbek tili, rus tili va ingliz tili. Undan tashqari logoped, mental arifmetika, qo'shimcha darslari ham olib o'tiladi va albatta bolalarimizga sport, ya'ni belbog'li kurash qo'shimcha mashg'ulotlarini ham o'rgatamiz. 150 nafar bolaga mo'ljallangan mazkur maktabgacha ta'lim tashkilotiga hozirda 100 nafar bola qamrab olingan. O'sib kelayotgan yosh avlod kamolati uchun dargohda barcha sharoitlar mavjud. Ahamiyatli tomoni shundaki, hududdagi kam ta'minlangan bolajonlarga imtiyozlar yaratilgan bo'lib, hozirda ularning 4 nafaridan to'lovlar undirilmaydi. 2025-yil iyun oyidan buyon shu mahallada ish faoliyatimni yuritmoqdaman. Shundan buyon mahallani o'rganyapman. Hozirgi kunga qadar 2200 dan oshiq xotin-qizlarimiz mavjud mahallada. Shulardan hozirgi kunda 20 tadan oshiq tadbirkorlarimiz bor. Bularning ichiga pazandachilik bor, tikuvchilik bor, qishloq joylarimizni qurchilik bilan shug'ullanadigan ayollarimiz ko'p. Keyin tomorqadan shug'ullanadigan issiqxonalar qurib, issiqxonadan foydalanayotganlar bor. Shu bilan bir qatorda 6 oy bo'ldi ish faoliyatini boshlaganiga davlat sherikchiligi asosida ushbu xususiy bog'cha hozirgi kunda 100 ga yaqin farzandlar tahsil olyapti ushbu bog'chada. Biz uyma-uy yurganimizda, xonadonma-xonadon yurganimizda har bir ayolni bo'sh o'tirmaslikka undaymiz. Hech bo'lmaganda uyida o'tirib bo'lsa ham tikuvchilik qilsin, tomorqadan foydalansin, gul eksin, ko'chat eksin. Bo'sh o'tirmaslikka undaymiz. Lekin ayollar bor joyda hech kim bo'sh o'tirmaydi. Bo'sh ayolni o'zi yo'q. Sohil mahallasi joylashgan kollejda ichidan tikuvchilik ochildi. Hozirda 10 ga qadar ayolimiz o'sha joyga ishga joylashdi. 2 ta fabrikamiz bor, ipiguru fabrikamiz bor mahallamizda, tikuvchilik fabrikasi bor mahallamizda. Hammasida ayol qizlarimiz band etgan. Eng asosiysi shu Madaniyat mahallasini ayollari o'sha joylarda ishlab kelmoqda. Madaniyat mahallasida yashovchi qandolatchi tadbirkor ayol Barno Mirzayevaning xonadonidamiz. Barno Mirzayevaning buyurtmachlari kundan kunga ortib bormoqdaki, bu uning tayyorlagan mahsulotlarining sifatligi hamda xushxo'rligidan deyishimiz mumkin. Barno Mirzayeva bugungi kunga kelib 20 nafarga yaqin xotin-qizlarni bandligini ta'minlab ulgurdi. Qolaversa bir qancha shogirdlar yetishtirdi. Har bir ayol uyda shirinliklar pishirishni yaxshi ko'radi. Shu qatorda men ham yoshligimdan qiziqib kelganman. Farzandli bo'lgandan keyin, ularni kamolga o'stirib, oilaviy hayotga yo'naltirgandan keyin faoliyatimni boshlaganman. Necha yil bo'ldi? 5 yil bo'ldi. O'z hisobimdan xo'jayinim yordam berdilar. Hozirgi kunda xalqimizga buyurtma asosida tayyorlaymiz, magazinlarga topshiramiz. Qo'ni-qo'shnilarga yaxshi kunlarda xizmatdamiz. 40 dan oshiq har xil turdagi shirinliklarni pishiramiz. Shu faoliyatimni boshlagandan keyin ayollarimizga yoqqani uchun qizlarini, kelinlarini shunaqa o'quv kursi ochib, o'qitsangiz, shunaqa hunarli qilsangiz bizni qizlarni ham degandan keyin o'quv kurslarini ham ochganman. Hozirgi kunda 30 ga yaqin shogirdlarim bor. Ular orasida shu oilaviy tadbirkorlikni boshlagan qizlarimiz ham bor. Ish davomida kam ta'minlangan ayollarni ham o'qitganman. Boshlanishida bitta mikser bilan boshlaganman. Asta-asta o'zimga kerakli asbob-uskunalarni olganman.
Qandolatchilik ayniqsa uy sharoitida tadbirkor uchun keng tarqalgan bandlik yo'nalishi hisoblanadi. Shu boisdan ham bu yo'nalishda tadbirkorlik qilaman degan xotin-qizlar safi tobora ortib bormoqda. Tadbirkor Barno mazkur yo'nalishda xotin-qizlarga qandolatchilik sir asrorlarini astoydil o'rgatib kelmoqda. Men o'zim ham bir tadbirkorlikdan chiqqanman. Hozir bizda ayollarga juda ham ko'p qulayliklar berilmoqda. Tadbirkor qilaman degan ayollar, mehnatkash ayollar juda yuksak yutuqlarga erishsa bo'ladigan davrda biz hozir. Mana shu bizning madaniyat mahallamizda juda ham ko'p tadbirkor ayollarimiz hozirgi kunda mavjud. Madaniyat mahallamizda 2,5 mingdan ortiq ayollar bo'lsa, hozirgi kunda deyarli bo'sh ayollarimiz yo'q. Mana shu xonadonlarga mana tashrif buyurib, hammasini qo'llab-quvvatlab, ularning rivojlanishiga biz yordam berib kelmoqdamiz. Mahalla yettiligi a'zolari qo'llab-quvvatlab kelmoqda biz bularni hozirgi kunda. 4 nafar farzandning onasi Barno Mirzayevani tashkilotchi, faol tadbirkor deyishimiz mumkin. U farovon hayot uchun kurashishni afzal biladi, tinmay izlanadi, harakat qiladi. Buning natijasida ro'zg'ori but, oilasi tinch, xonadoni farovon. Barno Mirzayeva turmush o'rtog'i bilan hammaslak holda mahallada kam ta'minlangan ehtiyojmand fuqarolarga ham doimiy ko'mak berib keladi. Bu tadbirkorning insoniy fazilatidir. Boyovut tumanida aholini tadbirkorlikka jalb etish va bu orqali yangi ish o'rinlarini yaratish, bandlikni ta'minlash, o'z mehnati bilan daromad topish istagida bo'lgan fuqarolarga amaliy yordam ko'rsatish borasida olib borilayotgan sa'y-harakatlar bugun o'z samarasini ko'rsatmoqda. Tuman aholisining ishbilarmonlik salohiyati ortib, oilaviy tadbirkorlik, hunarmandchilik, kasanachilik va boshqa tadbirkorlik faoliyati turlari keng ommalashib bormoqda. Tumandagi Sarmich mahallasida 3472 nafar aholi istiqomat qiladi. Ayni kunga kelib mazkur mahallada tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchilar soni 41 nafarga yetdi. Tuman hokimi tashabbusi bilan Sarmich mahalla fuqarolar yig'inida yumshoq mebellar ishlab chiqarishga mo'ljallangan korxona filiali faoliyat boshladi. Unda xotin-qizlar rattan xom ashyosidan stol-stullar to'qishadi. Murodboyeva Malohat tomonidan yumshoq mebellar ishlab chiqarishni kasanachilik asosida tashkil qilish yo'lga qo'yildi. Bu asosida 10 nafar hozirda ayollarimizni ish bilan band qildi. Kelajakda yil yakunigacha 40 nafar ish o'rinini tashkil qilish rejalashtirilgan. Xom ashyoni o'sha eksportyor, Yangi shaharda eksportyor korxonamiz tomonidan xom ashyo olib kelib beriladi. Tayyor bo'lgandan keyin ular olib ketib o'rniga o'rindosh olib kelib beradi. Hududimizda hozir bugungi kunda bitta bo'sh turgan binomiz mavjud edi. 100 kvadratdan oshiqroq joyi bor, ochiq maydoni bor. O'sha yoqda 40 nafar ishchi kengaytirishni o'sha yoqqa olib chiqishmoqchi biz. Aprel oyidan to'liq o'sha joyda faoliyatini davom ettiradi. Yakka tadbirkor Malohat Murodboyeva kasanachilik yo'nalishida tajribasini orttirib, hozirda 10 ta ish o'rni yaratdi. Tadbirkorning ta'kidlashicha, yil oxiriga kelib yana 50 nafar ishchi o'rni yaratiladi. Tikuvchilik kasbim. Uni boshlaganimga bir 24 yil bo'ldi. Bu yerda 21 yildan beri ishlab, shogirdlar chiqarib, kasanachilik yatitim bor. Shu yil boshidan boshladik. Hokimiyat tomonidan borib o'rganib keyin deyishdi. Yangi yerda shunaqangi ishda bordik, o'rgandik. Keyin bu yoqqa kelib bo'sh uyda o'tirgan ayollarni yig'ib, mana shu ishni boshladik. Maosh ishni topshirganda ular naqd pulda qo'liga beramiz ishlaganiga, donasiga. Bu chidamli yomg'irga, qorga, sovuqda ham, issiqda ham ayollarimiz o'z xohishlari bilan kelishyapti. Bejirim, qulay va pishiq. Bu rattan xom ashyosidan to'qilgan stol-stullarga bugun talabgorlar ortgan. Ayni vaqtda mahsulotlar Rossiya davlatiga eksport qilinmoqda. Tumandagi Sarmich mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi Boynazarovlar xonadonidamiz. Mazkur xonadonda chorvachilik yo'lga qo'yilgan. Qolaversa, issiqxona tashkil qilingan. Yana bir e'tiborli jihati, tadbirkorlar o'z tomorqasida intensiv baliq yetishtiradi. Ayni kunda 1 sotixli yerdagi betonli baliq boqishga moslashtirilgan qafasli kichik suv havzasida 200 ta Afrika laqqa balig'i yetishtirilmoqda. Baliqlar maxsus omuxta bilan bir kunda 2 mahal ovqatlantirilib, 6 oyda 6 kilogrammgacha semiradi. Buning natijasi esa albatta yuqori hosildorlik demakdir. Avval baliq boqiladi va undan ortgan suvni almashtirish jarayonida issiqxona
ichidagi hosil sug'oriladi. Hozir tropik mevalarda, ya'ni limonchilik, mandarin, kivi, ananas hammasi namuna, banan namuna sifatida hammasidan olib ekishdi. Yil yakunigacha hosildorligi 20 milliondan oshiqroq daromad qilishni rejalashtirgan. Xonadon bekasi Alfiya Boynazarova ingliz tili fanidan yosh avlodga saboq beradi. Bo'sh qoldim deguncha issiqxonaga oshiqadi. Ayni kunda 2 sotixli issiqxonada sarimsoq, piyoz baravj rivojlangan. Yaratuvchanlik ishqi bilan yonib yashayotgan yosh oila tropik mevalarni ham o'z tomorqalarida ko'paytirishni niyat qilgan. Yer bilan shug'ullansangiz mazza qilasiz, dam olasizda. Ya'ni bor stresslaringiz chiqib ketadi mana shu yerda. Mazza qilman, tim bo'li mehnat qilganingizdan keyin buni mevasida mana shu rohatlanasiz, zavqlanasiz mana shundan. Mehnat qilsangiz hammasi bo'ladi. 1 yil davomida mana repetitorlik qilaman. Uyda to'garak qilganman. 2 ta o'quvchim sertifikat oldi. Yaqinda may oyida 5 tasi topshiradi, xudo xolasa. Men mana shu harakatlarda bo'lib, natijalarni ko'rganimdan zavqlanaman. Bugun mazkur oilaviy tadbirkorlar xonadoni mahalla yoshlari, xotin-qizlar uchun tajriba maydoniga aylangan. Aholi bugun tadbirkorlikdan mo'may daromad topish va ro'zg'orni but qilib, xotirjam yashash mumkinligini anglab yetmoqda. Jo'langar mahallasida yashovchi Sheraliyevlar xonadoni. Xonadonga kirsangiz, bekorchi odamni uchratmaysiz. 100 million so'm kreditga olingan 7 bosh qoramolning 4tasi sog'in sigirlar. Sut, qatiq, sariyog', qaymoq, qurt kabi sut mahsulotlarimiz bilan ichki bozorga baraka kirityapmiz, deydi oila bekasi Dilnoza Sheraliyeva. Qancha chorva mollaringiz bor? 7 ta. 20 litr sut sog'amiz. Sog'aman, separator qilaman. Qatiq qilib topshiraman, qaymoqni qaymoqda topshiraman. Har kunlik daromadim 100 ming oshiqroq. Qoramollarga men bilan o'g'lim ikkalamiz qaraymiz. Pullarni oilaviy byudjetga ishlatamizda. Ikkita qizim vrachlik sohasi bo'yicha o'qiyapti. O'g'lim hali maktab o'quvchisi. Studentlarim borda. Mehnat qilgan odam kam bo'lmaydi hech qachon. Erishyapmiz farovonlikka. 100 million so'm imtiyozli kredit ajratildi. Hozirgi kunda xonadonda 7 bosh sigir mavjud. Yillik daromadi 30 milliongacha shu sigirlar orqali amalga oshirilmoqda. Undan tashqari namunali xonadon sifatida tomorqalardan yaxshi foydalanadi. Tadbirkor sifatida bizni namunali xonadonlarimizni ro'yxatida turadi. Bugungi kunda mahallamizda 765 ta xonadon mavjud bo'lgan bo'lsa, shundan 400 nafariga ana shu xonadonlarda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun imtiyozli kreditlar ajratib kelinmoqda. Albatta olingan kreditlardan maqsadli foydalanib, har bir xonadonimiz mana shu Sherali va Dilnoza opaga o'xshagan maqsadli foydalanib, ular o'sha farovonlik sari o'z xonadonini oilaviy daromadini oshirib bormoqdalar. Tumandagi qaysi mahallada bo'lmang, hech bo'lmaganda o'z tomorqasida ekin-tikin qilib, yerning bir qarichini ham zoya qoldirmay, oilasi farovonligi, ro'zg'ori butligini ta'minlash uchun mehnat qilayotgan insonlarni uchratasiz. Mehnatdan kelgan boylik evaziga esa ular mana shunday chiroyli hayot kechirishmoqda.